Assalomu alaykum, sizlar bilan birga men top bugun videorolikimizda Alright, MC Alright serveri meda vibe bo'ldi va vibedan keyin ko'rib chiqamiz nimalar borligini. Hopdan ketdik. Bu yerda media rank bor, menda fly bor, adashmasam. Da. Dona media qolgan. Ya faqat bu rank ekan, media rank qolgan ekan. Okay. Ko'rganingizda menda fly bor. Ko'pdan sizlar bor media rankida. Sizlar video qo'ysangiz albatta berishadi. Hop, давайте ko'rsatib o'taman. Mana bizda spawn ham chiroyli. O'ng tarafimizda RTP bor. Nimadir suv, bu yerda ham nimadir bor. Al, mana kutaman. Top. Keyin bu tarafda bizda to'plar bor. Ayoz bizga tutash olgan. Mana account. Bu finjon mana accountim, modderman. Keyin bu stop accountim. Bu yerda men ikkinchi o'rinda ekanman. Bunda birda ekanman. Ayaklarımdan hozir. Hop, bu yerda talisman sferalar vachcha boshqa mana. Qo'riqchi talisman, totemi. 8 plus jon, 3 plus branya. Turtishga qarshilik 25% anti-atak, ya'ni addacha 20% tezlik faqat. Harakat tez, soyali totem 30% tezlik, 50% hujum tezlik, 2 plus zarar, minus 2 naqa. Branya 4 plus zarar, 40% hujum tezligi, 6 ta hayot, bitta omad. Omad manga bo'lmaydi. Bu g'azab totemi. Tanatlangan totem, bu faqat yomon qilib kerak emas. Ilohiy totem. Sushay, 8 plus jon, 3 plus zarar, 1 plus zirh, 30% harakat tezligi. Samoviy totem, 12 plus hayot, 4 plus zarar, 2 plus zirh. Faqat plusli bu ham yaxshi. Tabiat totemi, 10% hayot, ya'ni jon, 1 zirh, 1 omad, hujum tezligi pasayadi. Titan totemi, 4 plus zirh, 3 plus chidamlilik, 2 plus zarar. Nima? 4 plus urun, ili branya, 3 plus chidamlilik, 2 plus zarar, ya'ni urun. 15% harakat tezligi. Ko'rish, mana shunaqa. Boron totemi, 40% hujum tezligi, 3 plus zarar, 50% hujum tezligi. Qala totemi, 8 plus branya, 2 plus qo'shimcha hayot, chidamlilik, 3 plus harakat tezligi. Bu bilan totemimiz tugagan. Mana endi sferkalarimizni o'tamiz. Sferkalar bundan ham zo'r. Birinchi sfera tez qazish tezligi. Bu faqat qazish beradi. 2 plus. Ikkinchisi bardamlik. Nima? Bardamlik. Himoya, branya 7,5 beradi, zashita 7,5. Zarba kuch sferasi 2,5 plus urun. Kuch sferasi 2, anor bu yerda. Bu 3 plus beradi urun. Tezlik sferasi 1. 15% tezlik. Tezlik sferasi 2, 30% tezlik. Sog'liq sferasi 1, 3 plus yurak. Sog'liq sferasi 2, 6 plus yurak. Sog'liq sferasi 3, 10 plus yurak. Qarshi zarba sferasi 1. Qo'lda ushlaganda zarba ortga itarish kamroq bo'ladi. Zarba qaytarish qarshiligi 0.5 menda, ikkisida. Ikkinchisi tiklanish sferasi. Shift bosilganda tiklanish 2 beriladi. Zarba qaytarish sferasi 1. Zarba qaytarish effekti 3-daraja. Zarba qaytarish sferasi 2, 5-daraja. Bundan ham chiqamiz endi. Bizda bunaqa narsalar qurollarga o'taylik. Oppa, chiroyli joy. Nurli shlem. Bu nur, osmon chiroyli deganda protection 5, ya'ni zashita 5, fire protection, olovdan qarshilik, blast protection bu ham qarshilik. Project protection ham 5. Res shu unbreaking bor ekan, bu prочность 5, mending 3, ya'ni
Pachinko 3, shippy 3 bor, qolganini tushunmadim. Endi ham eng kuchli himoya. Shunaqa hop. Afsona Sharpness 5, Fire Aspect 2, Looting 2, Sweeping 3, Looting 3 ekan. Unbreaking Tor. To'g'ri. Mending 2, Knockback 2. Knockback bu addachi. Hammasini narxi bir xil, eng zo'r taraf. Hammasi nosib bo'ladi. Excalibur Sharpness Tor adashmasam 5. 6, Tor 6. Unbreaking 3, Looting 2, Sweeping 2, Mending bor. Nurlisi Sharpness 7, Fire Aspect 3, Looting Tor, Sweeping 5, Unbreaking 5, Mending 3, Knockback 2, Vanishing Curse 1. Shudar. Shalvoz qanotlar Unbreaking 5, Mending 3, Protection Tor, Fire Protection Tor. Eng tez va eng kuchli qanotlar. Red Zubis. Loyalty 3, Sharpness Tor, Fire Aspect 3, Looting Tor, Sweeping 5, Unbreaking 5, Mending 3, Knockback 3, Vanish Curse 2. Bu turli dushmanning qonini so'radi. Qudrat Multishot 1, Piercing 5, Quick Charge 3, Mending 3, Vanish Curse 1. Bu qudratda men o'zim qo'shdim. Media rankini kitida bor. Uni hozirchalik olish media rankidagi odamlar ololmaydi, lekin modder o'zi bersa bo'ladi odamga. Men hamma medialarga kirsanglar har 7 kunda o'zim berib turaman. Men o'zim modderman chunki. Lochin Power 7, Punch 3, Flame 2, Infinity 1, Mending 3. Bu faqat mard jangchilar uning kuchli to'liq his qiladi. Hercules Qalqon Protection 5, Fire Protection 5, Unbreaking 5, Mending 3, Storms 3. Ajoyib. Meni yopish. Ma'lumotda bir ortga oxirgi holda spawnerlar, mob spawn, zombie tuxumi, magma ko'p tuxumi, sigir tuxumi, qo'y tuxumi, village tuxumi, creeper tuxumi, tovuq tuxumi, blazer tuxumi, o'rgimchak tuxumi va skelet tuxumlari bor. Ajoyib. Endi bizda Bayer bormi? Bayer bor, lekin hozirchalik men bilan esimdan chiqib qoldi. Uzr. Hali bunga qo'shmagan. O'zim qo'shib qo'yaman. Hop, davom ettiramiz. Mana endi keyingi narsaga o'tamiz. Hop, bizda keyingi narsa bu Bayer ko'rmoqchilik. Endi warp mine. Stop. Hali men warp anaqasidan bermayman. Berib qo'yaman, shunda undan da zo'r bo'ladi. Endi hop. Endi meni ko'rsam bo'ladi. Warp PvP ham bor aslida. Sizga men stop turmayli. Qo'shib keyin gapiram ko'rsataman sizlarga. Unda ketdik. Hozirchalik video stop. Hop, shu paytdan foydalanib tursa, moderator akkauntimga kiramda. Sizlarga median kitini ko'rsatib o'tmoqchi bo'lyapman. Git client media. Mana oldim. Ishga boramiz birinchi o'rinda. Tak, mana. Hop. Birinchi o'rinda ko'rsatgan narsam bu media sword bor albatta. Zagoragini 2, addachi 2, tabichoch aslida 5, juda ham oddiy. Bunga protection qo'shishimdan chiqdi, o'shacha hozir qo'shib qo'yamiz. Yo'q, mayli, kerak emas. Keyin o'zim edit qilib qo'shib qo'yaman. Hop. Keyingi media helmet, podvodnik, pachinka, защита Tor, ship 3 va prочность. Pachinka, защита Tor, ship 3, prочность 3. Bunda ham bir xil, bunda ledahot bor. Hop, bu boygi nima edi? Bas shopda ko'rib o'tiraman. Shop, token shop va qurollar. Qudrat anaqasini qo'yib qo'ying. Oddiy litralar bor. Sharework bir stak, charka, oltin olma, исцеление, sila 2 dan 2 ham beriladi, bookshelf,
full media kitlari, media permissionlar, mediani o'zini ham o'zim yasagandim. Albatta. Hop, ko'rib turganingizda bu PvP juda ham. Mana bu yerda ishlasam va PvP shu yerda bo'ladi hali qo'shilsa. Bitta mayoq bor, unda ham hech qanaqa resurs bo'lmaydi, afsuski. Mana bu PvP chest bo'lishi ham mumkin. Mana mana ishda bo'ladi ishlasam PvP chest. Ko'p narsalar bor. Endi bar mine o'tib kelamiz. Hop, mana bizda o'sha mine qolib. Mine juda ham katta, normal ishlaydi, hammasi bo'ladi. Enchantment store'ga kirib bemalol kuchayib ketsa bo'ladi. Yaqinda noldan kuchayish videosini ham olaman albatta. Sizlarga spawn ko'rsatdim, nimalar qoldi. Давайте donatlarni ko'rsataman. Donat. Novice'dan boshlaydi. 9000 so'm. Buyruqlar rank kit Novice, ish to'li VB, Ender Chest YK. Keyin imkoniyatlar, uylar soni 4, himoya bloklar 4, auksion slotlar 8, Ender Chest qatori 4, qator teleport soniyasi 6 sekund. Normal. Da? Nexus kini ko'ra olishingiz mumkin, 16000 so'm, Warrior kini stop qilib ko'ra olishingiz mumkin, 29, Hero 53, Tag Guardian 81. Lekin menimcha bu har doimgi shunchalik 113.000 Knight, Titan 153, Phoenix 190 va Supreme 260. Bu butunligi vaqtli bir emagalarni hosillik ko'rsataman. Hop, bu mana 10 oyga ko'rib chiqsanglar mumkin narxlarni hammasi. No kitlarni ko'rsatib chiqaman endi. Novice. Juda ham zo'r kit qanaqa tura. Kitlar har xil chunki to'g'irlanmagan. Da aytaman. Hop, tashdi 2 bo'lib. Bular albatta to'g'irlanadi, hali adashmasam to'g'irlash anaqasida turishibdi. Guardian. No, mana. Hop, aytamiz. Vot, sizlarga maqsadim hozir Novax solasida 9000 so'm kitni olib berasizlar. Vot. Crosslar Novax qanaqa kit olsa bo'ladi. No, video davomini afsuski bu akkauntimdan olib ketaman. Mayli. Kit deb yozamiz, keyin kitlar ko'ramiz. Knight, вот такой вот, защита 4, защита 5 kit. Keyin Titan защита 4 kit, lekin undan qimmat. Phoenix dabdali kit lekin. Bular adashib ketib qolgan, bunaqasiga bo'lishi kerak o'zi. Adashib ketilgan, to'g'rilanadi. Eng zo'r kit Supreme, bunaqa Chimeria ham bor. Ko'rib chiqsanglar mumkin. Zo'r kitlar. No, buni to'g'rilashadi hali. Qo'limda pyorka bor, mana. Kompas. Shu. Okey, balbin predmet. Sizlarga kitlarni ham ko'rsatib chiqdim. Endi nima qoldi? Menimcha hech nima qolgani yo'q bizda. Men sizlarga full obzor qilib berdim. Eng zo'r serverdan biri. Agar ko'p like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, men bu serverda 0 dan ham kuchayib qo'yaman. Qanunda hamma xayr, sizlar bilan birga top bo'ldi. Vizuallarimni o'tkazmoqchi bo'lsanglar, to'g'ri sizlarga Soap IP-ni o'tkazishni o'rgataman deganda, Soap IP-ni o'tkazishim mumkin, u 40 taga qilamiz, chunki hozirchalik ilojim yo'q. Lekin agar 60 ta 70 ta подписчик qilsanglar, mana mana shunaqa ajoyib bu g'aroyib bo'lgan sizlarga klienti, ya'ni bu cheat emas, vizualni o'rnatishni o'rgataman. Hammaga xayr, sizlar bilan birga top bo'ldi. Sog' salomat.